ibn Abbos radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Payg'ambar alayhissalom aytadilar: inson tug'ilganda shayton uning qalbiga o'tiradi. Agar u aqlini ishlatsa va Allohni zikr qilsa, shayton undan chekinadi. Agar banda Allohni zikridan g'ofil bo'lsa, Allohni zikr qilishdan bo'yin tortsa, shayton o'z qarorgohini mustahkamlaydi, o'zining amri bilan o'sha jasadni idora qilishga o'tadi dedilar. Demak, bunday ishni qilayotganlar aslida shaytonni bu fikri bilan, shaytonning amri bilan qilayotgan odamlar bular. O'zini jonini xatarga qo'yayotgan odamlar. Alloh taolo bandalariga insonlarning dillariga vasvasa soladigan, qachon Allohning nomi zikr qilinganda yashirinib oladigan vasvasachi shaytonlardan panoh so'rashni Alloh taolo ta'limini